Assalomu alaykum, hurmatli Uzak News kanalının ko'ruvchilari. Salomatsizlarmi? Mana bugun 29-may, hozir Jalolobod shahrida turamiz. Bu Lenina ko'chasi. O'zingizlar bilgandek, kecha qattiq yomg'irdan sel kelib, shunda yo'llarni jomon ahvolga olib keldi. Hozir bo'lsa, shunda tozalash ishlari bo'layotadi. Bu yerda hozir yo'llar to'silgan, ko'ryapsizlar. O svetofordan yo'l to'siq. Ana berki svetoforgacha yo'l to'siq. Mana bu yoqda da yo'llar to'silgan. Tozalash ishlari yurib жатadi hozir bu yerda. Bizning kanalga qattiq like bosib qo'yingizlar, yana kommentariy yozib. Alloh taolo baribizga tinchlik, omonlik bersin.